Assalomu alaykum hammaga. Qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar, jonlaring omonmi? Bugun 20-may o'rtoqlar. Kam ko'rinish qildim. Mana xudo xolasa bu yog'iga endi har kuni video chiqarish harakatini qilaman, tez-tez. Oldindan aytib qo'yaman, kanalim yangi, obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosish обязательно esdan chiqmasin o'rtoqlar. Sizlarga aytib o'tdim, oldingi videolarimda ozgina ko'rinish qilmayotganim sababi yaqinda bitta yangilik bilan chiqaman dedim. Inshaalloh hammasi hal bo'lib ish boshladik desam ham bo'ladi o'rtoqlar. Bizda yangi avtoservis bor. O'rtoqlar kelaverasizlar bemalol. Narx-navolari chiroyli. Mana mashinalarimiz turibdi o'sha navbatda. Bu rancho deb ataydik bitta. Mana damash tovuqlar ham bor. O'rtoqlar, avtoservis hadovoy qismi. Bu yoq ustakamiz mashina qilyaptilar. Bu yoqimiz klient mana mashina olib kelganlar. Xullas servis ishga tushgan. O'rtoqlar, hadovoy motorchasi nima bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Arzon narxda, kelishtirilgan narxda bo'ladi. Undan tashqari bizda xudo xolasa avtoservisda zapchastlar ham bo'ladi. Yog', ya'ni moy almashtirishga kelsangiz 5 ga 30, 10 ga 40 moylarimiz, filtrlarimiz, undan tashqari lampochkalar, akkumulyatorlar, balon deysizlarmi mashinaga bo'g'ishni yoki deylik Toyota Yaris и Toyota Priuslarga avto zapchastlar ham tez kunda yo'lga qo'yiladi. Bemalol nima zapchast kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Manzil pastda yozib qoldiraman. Telefon raqam +48 bilan 780 505 555 o'rtoqlar. Bemalol murojaat qilib shu adreslarga kelsanglar, ertalab soat 8 dan kechki 8 gacha servisimiz ochiq bo'ladi. Nima xizmatda kerak bo'lsa ko'rsatilaveradi. Narxlari ham chiroyli kelishtirilgan narxda bo'ladi. Ustamiz ham yaxshi, ancha yillik tajribasi bor. Bemalol ishonch hosil qilib kelsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, kutib qolamiz. Yaxshilikda ko'rishguncha.